Yon-e, siz ushbu aktrisani Saroy javohiri serialidan Tangem rolidan yaxshi taniysiz. 2003 va 2004-yillarda ekran yuziga chiqqan ushbu serial ko'plab mamlakatlarda sensatsiyaga aylangan. Ha, mazkur serialni ko'rmagan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Bizning mamlakatimizda ham ushbu serial juda katta shuhratga erishgandi. Lee Yon-e 1971-yil 31-yanvarda Seulda tug'ilgan. U birinchi marta ekranga 1990-yilda shokolad reklamasida chiqqandi. U nafaqat aktyorlik qobiliyati, balki butun Osiyo san'atiga qo'shgan hissasi bilan alohida e'tirof etilgan. 2009-yilda aktrisa amerikalik tadbirkor Jin Ho Yong bilan turmush quradi. Hozirda ularning bir o'g'il va bir qizi bor. U aql idrokli ayol hisoblanadi. Nemis tilini yaxshi bo'ladi. Aktyorlik bo'yicha magistraturani bitirib, PhD darajasiga erishgan. Lee Yon-e xayriya ishlarida ham faol ishtirok etmoqda. U UNICEF bilan birgalikda hamkorlikda ishlab kelib, bolalar hamda muhtoj oilalarga yordam ko'rsatish kabi loyihalarda ishtirok etib kelmoqda. U o'zining avtobiografiyasi savdosidan tushgan daromadlarni bolalar ehtiyoji uchun xayriya qilib yuborgan. Shuningdek, u maktab hamda shifoxonalarga moliyaviy yordam ko'rsatgan, bolalar salomatligi hamda ta'limini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalarga esa homiylik qilgan. Aktrisa hozir 55 yoshda va u baxtli hayot kechirmoqda. Ha, aktrisa faqatgina Saroy javohiri serialida emas, balki hayotda ham haqiqiy Tangem ekan. Iltimos, mana buni ham ko'ring.